Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Va videoga bir o'z fikringizni bildirib, kommentariya qoldirishingizni so'rab qolar edim do'stlar. Hop, bu galgi videoligimizda sizlar bilan bir nechta dasturlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi dasturimiz mana bu FIFA.me dasturi. Bundan pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Qanday pul chiqarishlik haqida ma'lumot berib o'tamiz do'stlar. Hop, birinchi o'rinda kirganimizda dasturimizda kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek hosil yig'ib olishimiz mumkin bo'ladi. Qancha uruviningiz oshgani sari, uyingizni urovini ko'tarilgani sari bu yerda ham mana bu огородlar ochilib boraveradi do'stlar. Hozir menda 40-uringa yetib bordim. Shunda 5 ta огород ochildi. Buni yig'ib olish oson, juda ham oson do'stlar. Va har kirganingizda do'stlar mana bu yerda siz do'stlaringiz bo'ladi. Hop, mana bu yerda do'stlar mana bu konvertcha bo'ladi, to'planib qolgan bo'ladi. Shularni olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hop, endi bu yerda yana boshqa o'yinlari ham bor. Hop, mana bu Rubikdan o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Biz bironta odamni promo efirga kirib, keyin o'ynashimiz mumkin. O'sha promo efirda mana shu yerda hozircha yopiq. O'ynaganimiz sari bizni urinimiz oshib boraveradi do'stlar. Bu yuboramiz va bu yerga yana yig'ilib
Mana shu do'stlar hozircha. Hop, keyingi dasturni ko'rib chiqamiz. Bu dasturimiz do'stlar BTC Coin degan dastur ekan. Mining dastur. Buning uchun referensiya silkasi do'stlar kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Xohlasalaring dasturni Play Marketdan ham topib olsalaring bo'ladi. Juda ham sekin ishlar ekan, chunki mana bu energiyalarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Polni hammasini to'ldirishimiz uchun mining config tugmasini bosamiz. Первое правило – думай о будущем. На маркет. Hop do'stlar, biz energiyani ko'paytirishimiz uchun mining config tugmasini bosamiz va mana bu birinchida turgan 505 GHz ni olishimiz uchun buni ustiga bossak reklamaga olib o'tadi va reklamani ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng bizga Each miner gets paid for his ko'rib chiq. Va do'stlar, reklamani ko'rganimizdan so'ng bizga mana shunday oyna ochiladi. Hop, kontakt tugmasini bossak, mana ko'rib turganingizdek ikkita o'rin to'ldi do'stlar. Hop, yana shu asosida ko'paytirishimiz mumkin. Pastda bo'limlar bor, referensiya bo'limi bor, wallet bo'limi bor. Bu yerda do'stlar qanchalik darajada ishlayap turganini ko'rib olishimiz mumkin. Hop, bu yerdan do'stlar referensiya silkani topishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu kodni kommentariyadagi kodni kiritsangiz sizga ma'lum bir miqdorda bonus berishi mumkin. 20% bonus berar ekan do'stlar. Va wallet bo'limidan do'stlar biz pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda istoriyalaringiz turadi do'stlar. Hop, do'stlar, BTC orqali Start orqali ham chiqarishimiz mumkin ekan. Hop, Withdrawal tugmasini bosamiz. Minimal summa 0.0022 ekan do'stlar. Biz shu yig'ilib qo'ygandan so'ng BNB Smart Chain BEP20 adresiga chiqarib olishimiz mumkin. Buni qayerdan olamiz desangiz, Binance'da bor, Trust Wallet'da ham bo'lishi kerak. Shu yerga qo'yasiz. Minimalga yig'ilgandan so'ng va Withdrawal tugmasini bosasiz do'stlar. Dasturimiz 100% to'lovda. Hozircha do'stlar barchaga tavsiya etib qolaman. Dasturlarni o'rnatib pul ishlashni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Hop do'stlar, hozircha shu. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar. Nasib ertaga mana shu videoroligimiz qanchalik prosmotr oladi, shunga qarab konkurs o'tkazib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Konkursda ishtirok etish juda ham oson do'stlar. Videoga like bosasiz, kommentariya qoldirasiz. Qancha ko'p kommentariya qoldirsangiz shuncha yaxshi. Omadingiz shunchalik tez keladi do'stlar. Va kanalga obuna bo'lish